Mana o'sha yoz fasliga kelib, issiqlik kunlarni ham kutib oldik. O'zi bizda yozda quruq issig'i bo'ladi. Chunki sababi bizani O'zbekistonda atrofida dengiz, ya'ni kattagon okeanlar yo'q sababli bizda o'shaning uchun yozda quruq issiq bo'lar ekan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Bugun xudo xolasa sizlar bilan axlajena mahsulotlari haqida почти 0 dan 100% gacha bo'lgan jarayonda hammasini aytib o'tamiz, ya'ni gaplashamiz. Mana o'sha kunlar isigan sari mana bu issiqxonaning ichidagi havo harorati yanada ko'tarilib boraveradi. Bunaqa paytda ko'rib turganingizda axlajena mahsulotlari yordam beradi. Axlajena sistemasi issiqxonaning ichidagi issiqlikni kamaytirib bera oladi. Mana bu ventilyator gofra yordamida havo almashuvini yaxshilab turadi. Va mana bu ko'chatlarni ko'rishingiz mumkin. Ko'chatlarni, o'simliklarni qulay muhit, salqin yaratib bera oladi va eng muhimi, eng asosiysi tabiiy va toza ekologik usulda sovutib berila oladi. Bu axlajena sistemasi juda ham ko'p dehqonlarimiz foydalanib kelishyapti. Почти mana shu axlajena sistemasidan foydalanayotgan dehqonlarimizning почти 99% mana bu ko'chatlarni oldinga qaraganda 2 baravardan 10 baravargacha ham natijasini olishgan. Ya'ni bizning tilda aytadigan jaydari hosilni olishgan. Keyin ko'pchilik aytadi, ichkarida havo harorati qanchagacha qilib bera oladi deyshadi. Masalan, tashqarida 45 va undan yuqori bo'lsa, bu ichkaridagi havo haroratini 27, 28, 30 gacha ham bemalol tushirib bera oladi. Axlajena mahsulotini foydalanganlar o'zi bo'ldi, mazasini tushunadi, qanaqaligini, xullas mazza qilishadi. Xo'p, buni o'rnatish tartibini qisqacha tushuntirib ketaman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Gofrani qarshisida ventilyatorning oralig'i masofasi 5 metrdan bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa eng katta razmerdagi ventilyator qo'yilgan. Ya'ni qanaqasi eng kattasi 1 ventilyatorlari qo'yilgan. Va buni o'shani eng ro'parasiga qarshisiga mana ko'rishingiz mumkin, gofra mahsulotlari o'rnatilgan. Ya'ni men tushunadigan tilda aytadigan bo'lsam, bu gofra o'zi maxsus o'sha kardon bo'ladi. Bu kardon namlantiriladi, ya'ni suvlaniladi. Mana shu nam bo'lganni ventilyator nam havoni ichkariga olib kirib bera oladi. Shuni hisobiga ichkariga boya aytayotganimdek tabiiy, ekologik, toza usulda salqin qilinadi. Mana bu ko'rib turganingizdek, mana shu axlajena sistemasi ventilyator, gofra va unga gofraga ketadigan hamma mahsulotlarni Ali Baraka kompaniya tomonidan o'rnatilgan. Bu degani bizda Ali Barakada axlajena sistemasi почти 0 dan 100% gacha bo'lgan mahsulotlari hammasi ana shu Ali Barakani o'zidan bitirib ketsanglar bo'ladi. Masalan, mana gofraga deb aytadigan bo'lsak, gofrani ham har bitta stoykalari bor. Ko'rishingiz mumkin, tunukalari, ya'ni tunukalari biz o'zimiz yasab, o'ziga qolipdek mos qilib yasab bera olamiz. Ventilyatorlar bilasizlar Xitoydan keladi. Gofralar ham xudo xolasa bizning o'zimizdan O'zbekistonda sifatli qilib, uzoq yilga xizmat qiladigan qilib ishlab chiqaryapmiz. Agar sizlarga ham mana shunaqangi axlajena sistemalari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar va bizning o'zimizdan eng yaqin tanish bilishlarni ham axlajena ustanovchilar ham bor va ularni ham tavsiya beramiz. Bemalol murojaat qilib o'rnatishingiz mumkin. Mana hozirgi paytda viloyatlarga, vohalarga, vodiylarga chiqsa, uylarda, xonadonlarda 2 sotuv, 3 sotuvdan axlajena qilib mana bunaqangi chiroyli gullar yetishtirayotganlar bor va daromad qilayotganlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, qaranglar, axlajenada yetishtirayotgan gullar operativ buyoni ko'rsating, ya'ni qarang, har xil rang-barang atirgullar bor, qanaqa chiroyli turibdi. Axlajena bilan axlajenasiz atirgulni misol keltiradigan bo'lsak, bu yonma yon qo'yadigan bo'lsangiz, axlajena qanaqa holatda bo'ladi, axlajenasiz qanaqa holatda bo'ladi. Agar siz ham mana shunaqangi issiqxonangiz ideal bo'lishini xohlasangiz, ya'ni har bitta ko'chatingizda ideal bo'ladigan darajada bozorda eng birinchilardan bo'lishni xohlasangiz, axlajena mahsulotlarini o'rnatishni tavsiya berib qolamiz. Va axlajena mahsulotlari kerak bo'lsa, o'sha pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning o'zimizning menejerlarimiz hamma to'liq ma'lumotlarni batafsil optim narxlarni ham aytib o'tib va bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Ungacha ham sizlar kommentariyaga videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarni iliq fikrlaringizni yozib qoldiringlar va keyingi videolarimizda nima mahsulotlari, issiqxona bo'yicha nima yengilliklarni olib chiqishimizni iloji bo'lsa bitta yozib qoldirsanglar, biz harakat qilamiz sizlarga qiziqroq video qilishga, foydali ma'lumotlar chiqarishga inshaalloh harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.